Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonim, omonmisiz? Xo'p, alhamdulillah, yana bir go'zal ijod dunyoga keldi xullas. Shu ishlarga xo'p, Alloh bizni qodir qilganiga alhamdulillah. Xo'p, qadrdon, bitkazdik, Allohga shukr. Mana shunday go'zal holatda hamma qulayliklari bilan go'zal bo'lib bitdi. Xo'p, joyimiz razmerini aytib o'tib ketaman. 3,4 metrga, bu yog'i bir 6 metrga keldi. Yana mana bu shkafimiz bor, shkafni yana o'rnatib qo'yamiz. Kosa tovoq terishga bo'ladi. Xo'p, eng birinchida, xo'p, ozgina stolchasi. Shogird shunaqaroq sal. Mo'ykamiz. Yonida u yog'ida 1,5 metr, bu yog'ida 1 metr stoli bilan. Xo'p, gaz plitamiz 4 konfurka, 3 konfurkali, bittasi tokda. Yonida yana 1 metrlik stol. Qozonimiz 30 litr va eng ko'rkami zontikli tandir, dvovodnom mangali bilan xullas, bitta shashlik qo'ra bilan. Xo'p, mangalni o'rnini bosdi xullas. Mana shu holatda qadrdon. 100 litrlik qozonimiz va 125 litrlik qozonimiz. Tepalari inshaalloh Angola bilek metallogranitda bo'ladi. Shu holatda qadrdonim. Xo'p, 2-aprel sanasi. Xo'p, shu ishga, mana shuncha narsaga xo'p, bir hafta 8 kun. Bugun 9-kun, inshaalloh mana 9 kunda, uzoq 10 kunda bitadi. 10 kunda mana inshaalloh bitkazib tugatdik. Sekin gapirmasdan, ozgina gapirmasdan turaman. Ishlarning urilishiga, shoflarga, mana bu stiklarga bitta baho berib qo'yasizlar. Xullas qadrdonim, ishning eng sifatligi xullas. Ichki sxemasini zo'rlab, xo'p, tashqi fasadini zo'rlab, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu ijodimiz Chaqalada bitkazdik, Qoraqalpoq qishlog'ida. Xo'p, kech bo'lib qoldi qadrdon. Test sinov jarayonini o'tkazamiz. Yasir aka yoqing. Bir yoqib ungacha qog'ozni kartonni yonguncha yana bir ma'lumotlar berib o'tib ketaman. O'tgan kuni bir Instagramda ko'rdim. Mana bu kafellarning stiklarini oddiy qora kollerda bo'yadi xullas. Keyin savol berdi, o'chadimi yo'qmi deb. Xo'p, agar aka ko'rayotgan bo'lsangiz, Instagramga ham qo'yaman. Buni shofini koller bilan qilinadi, faqat ozgina travertin lak qo'shib yuboriladi. Ozgina travertin lak qo'shib yuborilsa, mana shunday qattiq, baquvvat, o'chmaydigan bo'lib chiqadi. Mana shu holatda bo'ladi. Ko'ryapsizlar-a? Shunda mana shoplar polni hammasi o'sha qora kollerda ozgina travertin lak qo'shilgan. Shunday go'zal bo'lib chiqadi. Xo'p, bizniki yondi mana. Xo'p, o'chiring. Ko'ryapsizmi? Shamol ham boshlanib qoldi, lekin shamolga qarshi Jasir akamda tutuni mana. Mashalloh. Zo'r, nargilarga qo'ying, kattalariga. Xo'p, 100 litrli qozonimiz o'sha qaynashga keldi mana. Par chiqishni boshladi. Mashalloh. Zo'r. Xo'p, nargisiga bitta tutib ko'raveramiz. Katta ochib olamiz eshikni. Mana shunday. Go'zal, ozgina shamolning hisobiga. Yoqsa yana ichlari qurib olgandan keyin yana ham haligi nima deydi?
tezlashadi xullas. Ozgina o'tin, bir pasda tayyor. Xo'p, qadrdon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'ling.